Bugun hammaga mashhur bo'lgan 20-25 kodli qora sedana badimizni sizlar bilan yaxshiroq o'rganamiz. Bu badimiz asosan immunitet tizimini yaxshilab beradi, organizmdagi toksinlarni tozalab beradi, zararli bakteriyalar, viruslardan himoya qilib beradi, qabziyatda, gemoroyda shifo hisoblanadi. Bu qora sedana badimiz ming dardga davo hisoblanadi, ayniqsa saraton hujayralarini to'xtatib beradi, yo'g'on ichak saratonida bersanglar bo'ladi. Bu badimizni yana bir foydali xususiyatlari qondagi xolesterinni normaga solib bergani uchun qandli diabet, ya'ni sahr kasalligi uchun bersanglar bo'ladi. Bundan juda ham zo'r natijalarimiz bor. Buning ichida 80 dona kapsulasi bor. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Grammi ham juda ham katta. Bir kunda 2 mahal ichish tavsiya etiladi, ko'p miqdorda suv bilan. Bu badimiz ming dardga davo, juda ham shifobaxsh badlarimizdan biri hisoblanadi va 100% tabiiy mahsulot. Hammalarga tavsiya etamiz. Bemalol sifatiga 100% ishonib tavsiya qilsanglar bo'ladi.